O'sh hamda Jalolobodga o'xshagan viloyatlar hozirgi Qirg'izistonga o'tib ketganligi masalasida ozgina bir biz yoshlarimizga oydinlik kiritib bersangiz. Endi bu ham chala savatlardan chiqqan gap. Haqiqatdan o'qimasdan, o'rganmasdan har qanaqa ifloslarning gapini terib o'rtaga tashladigan gap. Men tushuntirib bermoqchiman. Sovet O'zbekistoni tashkil etilganda, Sovet O'zbekistonning hududida 12 ta viloyat tashkil etilgan. Na O'sh, na Jalolobod bu viloyatlar O'zbekistonning hududiga kiritilmagan. Chunki bu markazdan bo'lgan. Ya'ni siz hozir 1924-yildagi bo'lgan vaziyatni tushuntirib beryapsiz-da. Ayni 24-yilning vaziyati. Mana misol uchun O'zbekistonni Yo'ldosh otaning qilgan harakati shu bo'ldiki, Shohimardonni O'zbekistonga saqlab qolishdi. So'xni saqlab qolishdi va bular hozir anklav bo'lib Qirg'izistonning hududida xuddi bir orollardek qoldi. Lekin na Jalolobod, na O'sh hech qachon O'zbekiston territoriyasi hududi bo'lmagan va Yo'ldosh otaning hech qachon hech qanaqa bunaqa huquqi bu bir qanaqa yerni palonchi nimalarga berish bu Xrushchevning iflos harakati oqibatida mana hozir Qrim mojarosi orqasida Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida urush holati bo'lib qolgan. Mana bitta iflos bu, lekin Xrushchev u paytda kim bo'lgan? Sovet ittifoqining rahbari bo'lgan. Bu Yo'ldosh Oxunboboyev bitta yangi tashkil etilgan respublikaning ijrokom raisi bo'lgan. Bu birinchi. Ikkinchidan hammasi esidan chiqaryapti. Qirg'iziston respublikasi u paytda bo'lmagan. Qirg'iziston respublikasi avtonom respublikasi deb hozirgi Qozog'istonni nomlashgan. Qora Qirg'iz avtonom viloyati, oblasti bu hozirgi Qirg'iziston va bu ikkita hududlar Qirg'iziston avtonom respublikasi va Qora Qirg'iz avtonom viloyati ikkalasi ham Rossiya Federatsiyasining qismi bo'lgan. Rossiya Federatsiyasi xohlagan holatda bularni hammasini xohlagandek qaychi bilan qiygandek nima qilgan. Shuning uchun Yo'ldosh Oxunboboyevni mana Wikipediyani ochib qarashlaring mumkin. Hech qandaqa Oxunboboyevning bundaqa ig'vo gaplarga aloqasi yo'q. Bu holatda mening boshqa savolim bor. Xo'p, Qirg'izistonga O'sh, Jalolobod berilibdi. Tojikistonni nimaga alohida bo'lmasam respublika qilishdi? 1930-yilda. Tojikiston O'zbekistonning bir qismi edi-yu. Tojikiston bu Sharqiy Buxoro edi-yu. Nima buni haqida hech kim hech narsa demaydi. Yana bir bor aytyapman. Afsuski bizning chala savat fuqarolarimiz, fuqaro ham bas bular endi ziyolilarimiz aholini boshini aylantirib ahmoqona gaplar bilan to'ldirib tashagan.